Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Vayro YouTube kanali. Mana yangi event kelibdi. O'shani obzor qilib chiqamiz. Mana birinchi bo'limida asosiy yana bu yerda 3 xil etap bor ekan. Har 7 kunda yangi etap ochilib ketar ekan. Lekin bu yerda mukofotlar. Premium pass turibdi, bepul tekin. O'tib zadalanlarni qilib olib ketaversanglar bo'ladi mana. Orasida mashinachilar ham bor ekan mana. Bepulda keyslar turibdi. Tak mana qizil mashinachi, bu yerda yana ko'p keys bepulda turibdi. Yaxshi, bularni qanday olishga kelsak, bu yerda questlar bo'limi bor ekan. Tepada. Bu yerda mana zadaniyalarni qilib o'sha birinchisiga bizga olish deb beribdi. O'sha serverga kirganimiz uchun ham zadaniya bajarilgan. Va bu yerda joylashuvga tashrif buyuring. Eventga tashrif buyursanglar ham zadaniya bajariladi. Har xil oson zadaniyalar beradi event ichidan. Masalan 3 marta o'ynang, 3 marta g'olib bo'ling va shunga o'xshash. Bu yerda atak haftalik zadaniyalar bor. Bu yerda ham qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'proq FPS beradi. HP ya'ni. Bu o'shadan darajalarni oshirib ketsanglar bo'ladi. Past olsanglar bo'ladi. Bu yerda poygalardan mana mototsikl tanlab, tushunarli poygani bossanglar o'sha 5 ta o'qilg'inglar bo'lar ekan, bittasini olib o'sha poygaga kirasizlar ekan. Lekin hozircha arenada tuzatish bo'lyaptimi yoki hali aktivlashmadimi, poygaga kirmadi. Bu yerda turnirlar. Bu yerda 23-o'ringa qo'yib qo'yishibdi. Buni tak qilmadim. 40 FPS bilan 23-o'rinda turibman ekan. O'ynash kerak. Bu yerda do'konlarda esa premium pass sotib olish 1399 gs. Xo'p, bu yerda questlar, boosterlar va shunga o'xshash eskicha event. Eventda biron bir o'zgarish yo'q. Hozir yana bir mashinalar arenaga ulanmoqda. Baribir kirmayapti. Bu yerda yangi eventchi ham kelibdi, plus belgisi. Shuni ham bir ko'ramiz. Nima ekan? Yandexda 30 kun davomida $0 evaziga zamonaviy o'yinchi avtomobilni qanday olish mumkin? Tak olsa bo'ladi yo bo'lmaydi. Qilib ko'raman, keyin ko'rsatib beraman. Hozir qilish ko'ramiz deb, agar qila olsam video chiqaraman. Shu eventchi bo'yicha ham. Mayli, hammaga omad do'stlar. Normalni tushuntirdim degan umiddaman.